Mana guys, uydagilarga hamma narsa oldim. Nima so'rashgan bo'lsa va mana cheki bu tax free. Lekin tax free ga o'chirib juda ham ko'p edi, men o'sha bo'ldim. Guys, agar tax free olmoqchi bo'lsanglar, arzonga tushasizlar va mana pasportsiz tax free bermaydi. Pasport bilan berar ekan bu yerda. Hozir bunaqa orange fresh juice ichmoqchiman. Men O'zbekistonda ham shunaqa fresh juice mashinkalar bo'lishini xohlayman. Chunki xohlaganingizda ichaverasiz. Mana bu Yaponiyaning puli. Biz qirg'izamiz. Hozir tanga bilan Yaponiyaning pulini qo'ydik. Qaysi mashinkalardan unaqa tanga izdachi bermaydi, bu yerda beradi. Mana process ketyapti. Fresh ko'zingiz oldida chiqarib beradi o'zi. Va siz mamutdan olasiz. Juda ham yaxshi ko'rdim. O'zbekiston Toshkentga boshlab kelishni xohlardim. Bo'ldi, уже tayyor. 3 minutda maksimum tayyor bo'ladi. Fresh product. Turbuchkani qayerdan olaman desangiz, mana bu yerdan olar ekansiz. Buni ko'tarib turbuchka olib mana sizga fresh. Va shu bilan blogim shu yerda tugaydi. Ertaga ko'rishguncha, bugun Yaponiyadagi oxirgi kunim va men Megastoredaman.